Kelajakni ilm bilan qurmoqlik kerak. Zero ilmsiz inson boshqalarning fikriga qaram bo'ladi. Ilmsiz insonning aqli rivojlanmaydi. Aql ilm bilan o'sadi. Fikr ilm bilan kuchayadi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun oyatda aytadiki: "Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat." Sizlardan iymon keltirib ilm berilganlarni Alloh taolo darajalarini ko'taradi deydi. Alloh taolo darajasini ko'taradi. Darajani ko'tarilishlik qanday ma'noda? Nima degani? Alloh subhanahu va taolo uni ishlariga baraka beradi. Alloh taolo hayotini isloh qiladi. Alloh taolo hayotini foydali qiladi. Alloh subhanahu va taolo ishlarini doim to'g'rilikka dalolat qiladi va insonlarning ichida uni qilayotgan ishlari, uni faoliyati qadrli ish bo'ladi, foydali ish bo'ladi. Mana bu bilan uni darajasi ko'tariladi. Dunyoda darajasini ko'taradi va oxiratda darajasini ko'taradi. Shuning uchun ilm olishlik juda ham muhim. Bo'lib ham bugungi kunda ko'rib turibmiz, mana dunyoda bo'layotgan ishlar, bu hodisalar, bu bo'layotgan ishlar bizlardan yanada ilmni mustahkam egallashlikni talab qiladi. Ilmli bo'lgan odam yutyapti. Birinchi o'rinda diniy ilm va undan keyin dunyoviy ilm. Musulmon albatta birinchi o'rinda Robbisini tanib, dinini o'rganib, rasuliga qanday ergashib yashashlikni o'rganadi. Undan keyin bu dunyodagi hayotini yaxshi qilishlik uchun va boshqalarga foyda berishlik maqsadida, musulmonlarga, ummatga foyda berishlik maqsadida dunyoviy ilmlarni ham oladi.